Maftunkor O'zbekiston dasturi ijodiy guruhi navbatdagi safarga otlanyapti. Jasur aka ham bu safar qattiq tayyorgarlik qildilar. Ovozlar lekin ochilmadi. Ovoz ochilmadi. Ovoz ochilyapti. Mayli bu safar kechqurun qo'shiq aytmaymiz-ku. Maksimal nima qilishimiz kerak biz hammasini qilamiz. Ovoz bizga bo'ysunadi. Ssenariydan chiqish yo'q. Bu gal bizga teleekran orqali ko'rsatuvimizni doimiy kuzatib yurgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi foto muxbiri Nosir aka Haydarov ham hamroh bo'lgan. Hozir aytayapman, oyog'ingizga uzoqroq etik kiymadingizmi desam, "Yo'q, men hali krasovkam bor" deydi. Hali ko'ramiz yo'qda nima bo'ladi hali. Og'a, bilasizki, siz bilan men nima uchun bu komandada sal boshmiz. Biz shunday vaziyatlarda ekstreniy holatlarda kamida ikkita uchtada oyoqqa, boshga, ustga shu ikki ta'minlaymiz aka. Bu safar ham shunga javob bermoqchiman. Assalomu alaykum. Ko'rishib olaylik. Siz bilan ham ko'rishmadik. Assalomu alaykum. Hamshira aloqam bilan aloqa. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, bizda bu galgi safar yo'nalishimiz O'gamchotqol milliy tabiat bog'i bo'ladi. Milliy tabiat bog'idagi hamrohlarimiz aytish bo'yicha kiyiklar, sibirtog' echkilari shundoqqina 100 metrdan ko'rish mumkin ekan. Hamma joy qo'qqor. Demak, ana shu manzilimizga o'rgashamiz. Ketdikmi aka? Yo'lga tushdik. Poytaxtdan chiqar-chiqmaz yo'l chetida chelaklarni to'ldirib, qulupnay sotayotgan kishilarga ko'zimiz tushdi. Buni qaraman. Bu navi qanaqa navi ekan? Mana shu. Ha? Koreyskiy, yeb ko'ring. Shirin ekan mana. Yirilari undan ham zo'r mazza. Bahordagidan shirin bo'ladi, qishki turibdi. Qulupnaylarni qarang, ko'rgan ko'zni quvnatadi. Hali og'izga solib, ta'mini ko'rmasdan mazasini his qilganday bo'lasiz. Ko'chatini ham Koreyadan olib o'tirganmiz-da. Uni qancha vaqt almashtirib turasiz? Bir olib kelgandan keyin yana chiqarsa bo'ladimi urug'idan? 2 yil foydalanamiz deb bitta ko'chat. Ha, mehnat og'ir ekan. Pulini hamma topishi mumkin, lekin buni hamma qila olmaydi. Mana shunday holatga olib kelib yetkazib berish bu qahramonlikdagi gap. Ayniqsa mana hozirgi bugun qarasang qor, ertaga qarasang muzda yotibdi. Bu juda ham qiyinroq bu zotda issiq ushlab turish kerak. Sizlarga katta rahmat. Lekin navda juda zo'rini tanlagan ekansiz. Hozir birikda ko'rdik, mana italyaniki. Yaxshidir, hammasi ham o'ziga yarasha, lekin buni ham qulupnayda ham ta'mi bor-da va bir xillarda shirinlik bor, ta'm yo'qolib ketgan. Hozir bo'laman, rahmat. Barakatli. Mana baribir o'tib ketganimiz kemada juda shirin ekan. Mana sotib oldik va yo'lda endi mazza qilib, xuddi yozdagidek qulupnay xo'rda qilib ketamiz. Marhamat, yoqimli ishtaha. Yo'limizda davom etamiz. Yarim soatlar o'tib, Bo'stonliq tumanidagi Abay qishlog'ida O'gamchotqol milliy tabiat bog'i xodimlari bilan uchrashdik. Yaxshi kelib qoldinglarmi? Charchamadinglarmi? Sog'-salomat. Barakalla bo'laykan. Hozir shuni gaplashib turdik. Xudo xolasa yo'limiz ham ochiq bo'lib qolsa kerak. Yo'limiz ikkinchi mashinamiz ham keldi. Salom alik. Eski do'stlarning diydori, yangilarning tanishuvidan so'ng mashinalarga o'tirdik. Hamrohlarimiz yo'l boshladi. Oppoq qor bosgan tepaliklardan o'tyapmiz. Chor atrofning go'zalligi odamning aqli hushini o'g'irlaydi. Qishloq oralab ketayotganimizda yo'l chetida ikkita qizcha qo'l ko'tardi. Sovuqda turmasin, yo'limiz bo'lsa olib ketaylik deb to'xtadik. Qaqon qizchalar hushyor ekan. Mashinamiz eshigi ochilishi bilan o'g'irlab ketmaysizlarmi? dedi. Ularni mashinaga o'tirg'izib, hazil-huzul bilan yo'lda davom etdik. Voy ko'rkam, uyingni bilasanmi? O'tib ketmaymizmi? Yo'q, o'tib ketmaysizlar, musiqa Qishloqni chiroyli payti qaysi paytda bo'ladi? qishloqning ko'p qonunchilik payti yangi yil. Yangi yil bo'ladimi? Ha, yangi yilda bu yil qor zo'r bo'ldimi? Mazza qilib o'ynadingmi? Mazza qilib
Qorbobodan sovg'a keldimi? Sovg'a? Ha? Sovg'a keladimi? Qishda olganman-ku. O'qishda she'r aytib berganmisan axir? Ha? Qaysi she'r aytib bergansan? Qorbobomiz bog' ishimasi yer bog' hassasiz ko'proq bering. Zo'r. Uying shahardami? Shuncha uzoq. Yo'lda mana bu itlar uchrab qolmaydimi? Ha. Agar uchrasik, otamizni oldiga qaratib, shaqasini oldiga qaratib kelaveramiz. O'zi sizni yo'q deb tutib qochib ketib Bunaqa yolg'iz yurmanglar-da, ko'pchilik bo'lib yurish kerak-da. Nima bilan borasiz? Eshak bilanmi, ot bilanmi, piyodami? Mashina bilan boramiz. Ha, mashinada kim olib boradi? Mana bu yerda Salim degan qo'shnimiz bor-ku. Ha, qo'shnilarmi? Boradi. Ha, olib boradimi? Ha, yaxshi ekan. Ha, o'zi olib boradimi? Qiynalmaysanmi? Ertalab uxlab qolmaysanmi? Yo'q, Ha? erta turaman, maktabga ketaman. Maktabni yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rganim. Ha, yaxshi ko'rganing maktab, ha? Yuratadi. Ha, zo'r ekan. Sinfga borganda so'ramayman. Yaxshi o'qiydi. Ha, shu yerda tashlab keting. Ha, shu yerda qolasizmi? Voy molladez, yaxshi qiz ekanda bu. Zo'r qiz ekan. Yaxshi o'qiydi. Qabul qiling. To'xta, men senga zo'rgasi beraman, ey. Mana ikkitasi senga, ikkitasi o'rtog'ingga beraman. Ikkitasi zo'r qiz ekansan. Brother, zo'rmi? Qizning otasi chana bilan kelayotgan ekan. Qizcha maktabdan chiqish arafasida otasi ham uydan chana yetaklab maktab tomon yo'lga tushar va ota bola yo'lning o'rtasida uchrashib, so'ng otasi qizini uyigacha chanada uchirib ketar ekan. Qishloq tugadi. Yana tepaliklar boshlandi. Kenglik, go'zallik. Ana shu manzaradan bir dam bahra olish bahonasida oyoqlarning chigalini yozib olish uchun to'xtadik. Qorli qirlarning o'rtasida mung'ayibgina turgan kulbaga Jasur aka qiziqib qoldi. Ularning ortlaridan ergashdik. Cho'ponlar uyi bo'lsa kerak-da. Aha. İşte oğlum var, demek büyükler. Bazı günde bir şeyde kimlerdir? Cho'ponlar turibdi. Ha, sonra boshpana deb turadi. O'zi qachonlari sevib bo'lganmaydi. Endi hozir qarovsiz holatda demak, bu yerda bir ikki yildan hech kim yashamaganga o'xshamayapti. Bir bahova joylar ekanda. Atrofning go'zalligidan to'yib bahra oldik. Endi ketishimiz kerak. Har safar chiqasiz-ku, ha? Chiqqanimizda har safar shu gapni aytamiz. Bu boshqacha bo'ldi-da, bu bunaqasi bo'lmagan, bunaqasi bo'lmasa kerak. Buni qarang. Bahor boshqacha-da. Kuz baribir hammasidan zo'rda rang-rang. Tabiatini qarang, bu viloyat bundayda zo'rda deymiz-ku. Ha. Endi hozir qarang endi. Hozir shuni qaysi bilan solishtirib qaysidan kam ko'ra olasiz? Ustunligini ayta olasiz faqatda. Shu men qoyil qolaman-da. Har safar chiqqanimizda mana hozir har qaysi fasldan ko'ra, har qaysi joydan ko'ra bemalol mana shu joyda tabiatini zo'r deya olasiz-da. Odamga shunaqa bu oqlik, tog' usti, toza havo, yovvoyi daraxtlar. Mana shu yerlarda qor qoploni bormi, yovvoyi ayiqmi, bo'rimi yurgan joylarda endi. Ha? Yurgan bizni 1 soat oldin yurgandir yoki hozir bundan keyin yuradi. Shu joyda yurish baribir tanangiz yayrataveradi mana shu hammasi bilganingiz. Endi kim biladi, yana men hozir o'sha gapni aytgim yo'q. Bu hammasi zo'r deya olmaydigan bo'lyapman. Hozir yana 1 oydan keyin, 2 oydan keyin qayergadir borsak, bu bizani shu Xudo bergan mana shu
tabiatimiz, bizning hududlar balkim boshqa joylar ham shundaydir. O'ziga yarasha topa olaver ekansizlar. Balkim biz tabiatni shu darajada yaxshi ko'rganimiz uchun shu o'zimizga yoqqan joylarini haqiqatdan zavqlanaveramiz. O'zimizga bir missiya shu bo'laversinki, 4 ta fasl o'taylik. Qanday bu 4 faslda? Shuni oxirida mayli 3 yil ketar, 5 yil ketar. Loyihada endi bu. Mana shuni bir xalqqa shu tabiatni shunaqa chiroyliligini 4 faslda qanaqa bo'lishini chiroyli qilib ko'rsatib berish kerak. Albatta kelamiz. Xudo xolasa. Ba'zi joylarda yo'lning xavfliligi yuragimizni hapqirtirsa, ayrim holatlarda atrofdagi tabiatning go'zalligi his hayajonimizni oshiradi. Otlar tayyormi bizga? Shu zaylda 1 soatlarda Milliy tabiat bog'ining Parkent tumanidagi Oqsoq ota bo'limiga keldik. Assalomu alaykum. Rasul aka, Shodmon aka. Shodmon aka. Bu Jahongir aka. Jahongir aka. Bu Sunnat aka. Sunnat aka yaxshimisiz? Aka bitta klubni yong'ani. Oling. Kim olmadi? Oling. Yong'ani aka. Oling. Albatta, ayollarimiz zo'r, mohir bo'ladi, erkaklarimiz ham bor-ku. Hech qachon qolishmaydi, mana 5 bolalarga tomosha qilasiz, yeyishni tomosha qilasizda, qarang mana. Buni mana shu inspeksiya boshlig'i Xursand ekan shaxsan o'zlari tayyorladi, qoqilari chakib, pazanda yigit oshlari ham damlaganda bir tobiga keltirib, bir shunaqa bir chiroyli qiladi rasman. Yeb ko'rdim-da endi. 5 barmoq yeyamiz endi, to'g'rimi? 5 barmoq bu shaharda ham yeysiz, boshqa joyda ham yeysiz, lekin hozir mana shuni borib o'zingiz ham hozir yeb ko'rasiz. Bu shunchaki bu yoqqa kelib yeganimiz uchun emas. Yegan og'iz uyalib gapirgani uchun ham emas. Chin dildan mana shuni ta'mi haqiqatda o'zgacha. Haqiqatda. Buni bir balkim o'choqda qilingan deysizmi, nima bir buni aytsangiz aytasiz, lekin aniq buni o'sha retseptni o'zi egasi bor, uning o'zi biladi. Menga juda ham yoqdi, boshqa joyga yeganlarimga nisbatan o'sha suvini o'zida, xamirini o'zida farq qildi. Go'shtini ham hamma joyda bir xil bo'lishi mumkin, xamirni o'zi zo'r bo'lishi kerak-da bunda. Shuni hozir siz kechikmasdan shuni bir yeb ko'ring. Olaylar, qabul ishtaga. Son aka, buni bir qaysirini bir alohida kelish kerakmi, yo bir nima qilishga, yo bir qo'l olishimiz kerakmi? Bahonada hali yo'l-yo'lga aldab-aldab so'rab olamiz. Ha, shag'al o'zi bilan so'rab olamiz endi. Yaxshi. Yo'q, ishlar. Rahmat. Yo'lga tushishga tayyorgarlik ko'ra boshladik. Ayrim hamrohlarimiz otlar bilan mashina yo'li yo'q joylarga chiqsa, biz mashinalarda Oqsoq ota soy bo'ylab yuqoriga Arpapoya hududi tomon harakatlanishga kelishmoqda. Salkam bir asr desak ham bo'ladi. Oldin bu yerlarda aholi yashagan. Bu paytda endi lampochka ham bo'lmagan, boshqa o'sha tog'cha hayot bilan yashagan. Bu yerlarni Oqsoq ota soy, mana Nurak ota soy, Arpapoya soy, maydon tog'ida aholi yashagan. Bu gal Milliy tabiat bog'i xodimlarining jonivorlarga mana shunday qorli muhitda yem-xashak beradigan paytini kelishib yo'lga chiqqanmiz. Bu orqali ham jonivorlarni tasvirga olamiz, ham xodimlarning ish jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz. Oldida tosh bor ekanda, ikkita oyog'im toshga bo'lgani uchun yurmay qoldim mashina. O'sha joyga. Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Oldimizda xavfli yo'llar boshlandi. Hozir tikkalikka qarab chiqib ketyapmiz. Bu yerda tezlikni yo'qotmaslik kerak, a?
aytish kerak emas. Valo mashina fursat bo'lib qolmasi kerak. Mana jarliklar. Belgilangan joyda to'xtadik. Ugam Shotqol davlat milliy tabiat bog'ini 574.600 gektar yeri bo'lsa, bu hammasi milliy bog' emas. Buni tasarrufida hozir mana qo'rg'ona bor, Shotqol davlat biosfera qo'rg'onasi. Bundan tashqari mana hozir Ugam Shotqol davlat buyurtma qo'rg'onasi bor bu yerda. Mana shuni hozirgi mana bu posti. Mana bu yerda ham ular nazorat ishlarini olib boradi. Mana hozir hamma joyda qor yog'gan. Bunday ob-havo sharoitida jonivorlar oziqa topishga juda ham qiynaladi. Shuning uchun ham qo'riqxona xodimlari ularga biotexnik tadbirlar doirasida oziq-ovqatlar va yem-xashaklar tarqatib chiqadi. Hozir mana shu jarayonlarni boshlaymiz. Misol uchun aytaylik, to'kiladigan joylarni qandaydir belgilab olasizlar. Ma'lum bir hududda jonivorlar ko'p bo'lishi mumkin, kam bo'lishi mumkin. Bizlar bu hududda inspektorlar tomonidan doimiy nazorat ishlari olib boramiz. Monitoring davomida ko'ramiz shu hududlarda yo hayvonlar ko'p, qushlar ko'p, shu joylarga qo'shimcha oziqa beramiz. Ob-havo sharoitiga ham qaraysiz. Qaraymiz. O'sha O'sha joylarga beramiz. Bo'ldi, davom ettiramizmi endi? Ha, berishni davom ettiramiz. Mana keyingi kelgan kuzatuvlar davomida, reydlar davomida bularni yana kuzatib yuramiz. Ha, bular Yeyaptimi, yemayaptimi, kelyaptimi, hammasini kuzatib, bir haftada 2 marta shunaqa kuzatib yuramiz. Mana shu orqamizdan shu qalin narsalar ichida to'ng'izlar bor. Tunda kelib, mana shularni oziqlanib ketadi. narigi hududdan bu hududga o'tadigan joyda bu Ha, hayvonlar o'tish joyi, ha? o'tish joyi. O'sha yo'lagi. O'sha joylarni inobatga olib, mana shunaqa joylarga ko'proq oziqa berish. Ha, izlardan ham o'zi bilinib turibdi, izlar bor ekan. Izlar bor. Harorat hozir 0 dan -gradus, ko'rib turibsiz, ochiq joylar yo'q. Hayvonlar oziqa qiladigan, shunga bu qo'shimcha oziqa sifatida beramiz. Qishni sovuq, qorli kunlarda o'sha kunlardan chiqib olishga yordam. Ha, yordam. Endi har yilga nisbatan sal qor bir yil kamroq. Fevral oylarida qor qalin bo'ladi bu yerda. Ha, yana ham. Yana ham qalinlashadi. Shundan hozir o'tkazayotganimiz biotexnik chora-tadbir o'tkazish maqsadi ham shunaqa. Sovuq bo'lib, qor qalin bo'lsa, olib kelib sochaveramiz. Hamma inspektorlarga biriktirilgan ishchi otlarimiz bor. Mashina chiqishi iloji bo'lmay qolsa, otlar bilan olib kelib, hammasini mana joy-joyiga sepib, Otlarda kelasizlar, unga ham imkoniyati bor, to'g'rimi? imkoniyat bor. mana shunday ob-havo sharoitida asosan qaysi jonivorlar oziqa topishga qiynaladi? Oziqa qidirib qiynaladigan jonivorlar tog' echkilari asosan, to'ng'izlar, qushlardan kakliklarimiz, kaptarlarimiz, har xil keng sayroq qushlar ko'p. O'shalar oziqlanib, o'zlarini qornlarini to'yg'izadi. Endi navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Mana bu archa 1000 yoshda ekan. Aytishga oson, ha, lekin o'rtacha 12-13 inson avlodining umri. Saksonlarga kirgan bir qariyadan so'raganimda, men yoshligimda ham shunaqa deb aytganda. Bu to'g'risida mana bu yo'lni chetidan, mana hozirgi kunda juda turizm rivojlandi. Aholini bu yerga dam olishga kelayotgan ketisi juda ko'p. Mana shu ko'klam oydan kuzgi paytgacha. Bizlar xabarimiz bo'lgan. Mana bu yerda o'choqlar qilib, choy qaynatib, boshqa qilib, qanaqadir buni tutunimi, issig'imi, taftimi endi yong'in chiqmasa ham, qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin.
Bizlarda Vazirlar Mahkamasining qarori bor. 100 yoshdan oshgan daraxtlarga tabiiy yodgorlik maqomini berish. Mana bu yerlarni o'rab 1000 yillik archa degan maqomini qo'yib, xudo xolasa bu ham bir alohida muhofazaga olinadi. Kelganda odamlar shunday bir haqiqatan bu 1000 yillik archa ekan, qanaqadir bir boshqacha bir munosabatda bo'ladi. Demak, odamlar bilmaydi hozircha, o'shaning uchun "Vo, chiroyli ekan, baland ekan, zo'r ekan" deb tagida joylashga, olov yoqishga, ovqat pishirishga, choy qaynatishga bo'lmasa harakatlar bo'laveradi. Kelingda, qarang, bir qo'l o'zimdan qilaylik-da mana shu. Qani, Mana kelamiz. yetmaydi bu. Yana bitta odam kerak. Yana ikkita kerak. Mana mani qo'limga ushlaysiz. Buni qarang. Shahboz. Biz mana Qo'yavermas. kichkina odamlar emasmiz-da. Qulochimiz Toshkentgacha yetadi. O'lchaymiz Qani? metrda. Hozir metrda Buni o'sha diametri. qulochimizni o'sha yoqqa yetkazing. Yo, to'g'ri bilasiz-da, to'g'ri. Ha, mana shunday. Ha, shunday. Mana shunday. Mana hozir 1000 yillik archa. 2, 3, 4, 5, 6. Hozir shu turish ko'rinishda o'ylashingiz mumkin-da, bir 2-3 metrga o'xshaydi. Lekin buni hozir mana 4 kishi qulochini mana shunaqasiga olib kelyapti. Fozilman ko'lida bitta archa bor, u ham o'sha 1000 yillik archa. Yo'q, u 2000. 2000 shunaqa. 2000 yillik bitta archa bor. Bu hali hammasi emas. Yuqoriga yurgan sari bundan ham katta archalar Shundan katta archalar bormi Bundan yuqorida? katta archalar ko'p. Endi bu yo'limizda chiqqani uchun ko'zga yo'limizda ko'rinadi. chiqqani ko'ringani. Bu endi agar astoydil qidirib ana qiladigan bo'lsa, bundan katta bunga 2 ta keladigan, 3 ta keladigan archalar ham bor. Dunyo bo'yicha 60-70 dan ortiq turi ma'lum bo'lgan bu archalar qattiq sovuq, qurg'oqchilik sharoiti, kam unumli toshli tuproqlarda ham yashashga moslashuvchan. Uning barglari va novdalari turli zararli bakteriya va zamburug'larni yo'q qiluvchi moddalar ajratadi. Shuning uchun ham archazorli hududlarda havodagi zararli mikroorganizmlar miqdori ancha kam bo'ladi. Yo'limizda davom etamiz. Mana bu baland tepalikdan birinchi mashinamiz o'ta olmadi. Bir necha kundan beri to'xtab yog'ayotgan qor muzlabdi ham. Tezlikni yaxshi ola olmay qoldik-da, shuning uchun mashinamiz orqaga tushib ketdi. Tashqaridan uncha bilinmasligi mumkin, lekin ichki tomondan juda ham bir qo'rqinchli ko'rinar ekan, xuddi jarlikka tushib ketayotgandek o'zimiz his qildik. Olg'a! Kun kech bo'ldi-da, shunga qorlar o'zi muzlashni boshladi. Sekin-asta ustida qotishni boshladi. Qaytadigan vaqt keldimi deyman-da. Deyman-da cho'ta. Yomon xursand bo'lyapsiz lekin. Yo, muzlabdi ekan mana ostda. Tagim muzlagan deyapti. Ha, ana shu joyda qolib ketyapti mana. Usti qor bo'lgani bilan bir qarashdan yog'i muzlagan. Bu kecha kechqurun yoqqan qor. Aka xavfli kelyapti-ku. Ha. Qani. O, ana. Ha, tagi muzlab qolibdi-da. Ha, bir qarashdan yog' muz. Ana hozir balon ash muzda aylalyapti. Rulni to'g'rilab oling. Ya to'g'ri bo'lmaydi. Ketdi. Yo'q, oqaring yaltirashini qarang, mana muzni yaltirashini qarang. Ha, muz yaltirab ketibdi mana. G'iltiraydigan qarang yaltirashini. Oldimizda tepaga chiqish masalasi turmayapti. Endi eson-omon pastga tushib olish masalasi turibdi. Sababi orqaga tushayotgan vaqtda to'g'ri bersa, mashina qayib jarlikka tushib ketishi. Ana shu xavf bor, shuning uchun mana sekin yurib endi Jasurga tushib olishyapti. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hozir Jasurga tushib ketgandan keyin ko'rsatib beramiz. Mana shu tomondan uchamiz, to'g'ri pastga borib tushamiz. Sirg'alanib. Hadi yaqinlarga qopdi. Oh! Voy! Rasul aka yomon yiqildi-ku. Yaxshi bo'lmadi. Qordan yuring, muzdan emas-da. Qordan yurish kerak, muzdan emas. Qarang, yordam berishyapti. Bosh tushyapmi? O yerdan yurmang endi, qordan yuring desam. Ko'zlarini yashirib olgan. G'ururdan bo'lsa kerak, odamlar oldida bizni oldimizda noqulay bo'lganligi uchun o'zlarini yaxshi his qilgandek ko'rsatyapti. Nima hozir miyamdan yomon shu yelkalarimni zirqirab oryapti. Hozir bilmayman, kechasi bilmayman. Yelkalarim zirqirab oryapti. Miyam yomon tushdi.
Hozir mana shunchalik ikkita mashina qolmaganida qat'iy nazar yana bir nivani transfer qilyaptilar. Ular ko'rmoqchi. Qancha masofaga borar ekan? Ketdik. Chiqolmaydi. Chiqolmaydi. Aniq chiqolmaydi. Yuk bo'lgan uchun chiqdi. Hozir biz ikkita mashinamiz yo'l ochib berdi. Mana shu ham bir yordam bergan mashina. Hozir ikkinchi nivadan ilhomlangan yana bir hamrohimiz tepaga chiqadilar. Qani ular ketdi, nima bo'lar ekan? Chunki nariga nima tezlikda ushladida, tepasida yuk ham bo'lishi mumkin. Shu uchun. Qolib ketdi, bo'ldi, chiqolmadi. Endi bir amallab tushib olish kerak. Bo'lmasa qiyin. Agar sirpanib ketadigan bo'lsa, jarlikka olib ketish mumkin. Yoki bo'lmasa aynalib qolib, ag'darilib ketish. Dahshat edi. Yo'q, biz buni yo'lni oldin yurmaganmiz-ku. Bu birinchidan, ikkinchidan mana birdaniga tezlikni olishga xalaqit qiladi. Burun. Ha, mana o'zi siz tezlik olaman degan payt birdan balandlik boshlanib qolyapti-da. Yana sekin kelmasangiz iloji. Bu bir ikkinchi tomoni. Uchinchi tomoni tagi toz muzakanda. Endi chiqsa bo'ladi, lekin kun kechib qoladi. Mana hozir mana yana 15 minutdan keyin qorong'i tushadi bu yerda. Har bitta qadamingiz xavfli bo'lib qoladi. Hozir endi eng katta masala mana shu yerdan buralib, o'sha qiyin kelgan joyimizga chiqib olishimiz kerak. O'sha uchun buni hozir tavakkal qiladigan holatni o'ylamaymiz. Chiqmoqchi emasmiz. Hamrohlarimizdan biri yuqoriga chiqqan xodimlarimiz belgilagan hududlarga yem xashaklarni tarqatib kelishadi. Biz pastda hududni tasvirga olib, o'rganib turganimiz ma'qul-ov, dedi. Mezbonning gapiga kirib, yo'limizni boshqa tomonga burdik. Xursand aka, mana hozir sizni Nivays harakat qildi, ortidan Trailblazer harakat qildi. Lekin nariga Niva chiqib ketdi. Nimaga u chiqa oldi? Ingichkaroq balon bo'lganligi uchun u chiqib ketdi. O'sha qorlar uchun chiqqan balon. Bizdagi maxsus bo'lganda balonimiz kengda, qancha keng bo'lsa qorning ustida botmaydi-da uncha. Qo'yish imkoniyati ko'proq. O'shaning uchun bizga aylanib qoldi. Ularniki ingichka botib, yerga kirib yaxshi harakat bo'ldi. Nevadagi haydovchi aka ancha vaqt bir maqtanaversa kerak a. Endi bizga kun bermaydi. Bizlar nivalarimiz ham yetmasda hamda o'tib ketadi. Hatto bo'lsa o'sha nivas haqida gaplashamiz, boshqa hech iloji qolmadi. Qancha vaqt davom etadi endi bu kuring? Shu biza boshqa yangi balonni olib biza uni o'tib ketmaguncha davom etadi. Agar sizga ham bu yerdagi jonivorlarning qishda qanday omon qolishi, milliy bog' xodimlarining ish jarayoni va bu yerning go'zal tabiati qiziq bo'lsa, dasturimizning keyingi sonini ham albatta tomosha qiling.